Bir xillikdan charchagan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz bor. Mirzo Ulug'bek tumani Tsalkovskiyda 4 sotuvli yer maydoniga qurib bitkazilgan avtorskiy proyektdagi xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Jiloy maydoni 500 kvadrat metr. Uyimizda sifat birinchi o'ringa qo'yilgan avtomatik darvozalar, odam kirib chiqishi uchun kalitka. Ikkita mashina bemalol hovlimizga sig'dirsanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga ko'cha qismida ham ikkita mashina bemalol qo'yish uchun joylar qoldirib ketilgan. Ikki tomonlama zelyonная zona archalar ekilgan. Uyimizning fasadini qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. 6 ta xona, hol, podval qismi полностью splashnoy qilingan. Orqa hovlimizni sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Ko'cha qismimizdan ham podvalga shunday tushib ketsa bo'ladi. Hovlimizning orqa tomonida yozgi oshxonamiz joylashgan. Umumiy hojatxona mehmonlar uchun va bitta xonamiz kladovkaga mo'ljallangan. Orqa eshigi ham bor. Uyimizning ichki qismidan yozgi oshxonaga o'tsa ham bo'ladi. Sizlarga uyimizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Uyimizning ichki qismiga paradniy основной eshikdan kiramiz. So'qillari, burchatkalari ham juda ham chiroyli chiqqan. Kirishimiz bilan bizani kattagina hol kutib oladi. Remontlarga ahamiyat beringlar. Kichkina detallargacha hisobga olingan. Garderob qo'yilgan. Bu yerda divandan zona qilib, konditsionerlar qo'yilgan. Bu yoq tomonga televizor qo'yib, maza qilib o'tirishingiz uchun joylar qoldirilgan. Oynalar bor, ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonamiz oshxona, ichida o'zini tayyor mebel texnikasi bilan lyustralar ham individualniy podxodda bo'lgan. Katta panoramli oynalar qo'yilgan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Keyingi xonamizda zal, bemalol shu yerda mehmonlar kutaverasizlar. Remontlari juda ham chiroyli chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Podsvetkali polkalar qoldirilgan. Hamma xonada konditsionerlar o'zi tayyor qo'yib qo'yilgan. Narxi ham yaxshi narxga sotilyapti. Videomizning oxirigacha ham ko'rib tursanglar, narxini ham aytib o'taman. Umumiy hojatxona. Висячий unitazlar qo'yilgan va birinchi qavatga tegishli spalni. Ichida o'zini sanuzeli bilan. Konditsioner bor, havo aylanishi uchun katta romlar qoldirilgan. Plus встроенный garderob va kattagina sanuzel, dushovoylari, unitazlari hammasi ichiga kirib ketgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan chiqayotganimizda ikkinchi qavatga shunaqa chiroyli висячий lyustralar kutib oladi. Juda ham noodatiy stilda qilingan, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatimizda ham domofon bor. Chap qo'lda birinchi xonamiz. Bitta spalni. Bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Встроенный garderoblar bilan. Ikkinchi qavatimizda 4 ta spalni bor. Keyingi xonamizda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni sanuzel garderobi bilan. Sanuzeli keng qilingan. Plus bu yoq tomonda kattagina garderob. Mexanizmlari полностью qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. O'rtada umumiy sanuzel. Yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, cho'miltirishinglar uchun vannalar qoldirilgan. Yana bitta spalni. Ikkita divan qo'yib, bolalar yotoqxonasi qurish uchun mo'ljallangan va yana bitta xona. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podval qismimizga tushganda shunaqa katta splashnoy qilib yuborilgan, ko'rishingiz mumkin. Полноценный oynalar qo'yilgan, quyoshlar tushib xonani yoritib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tomonda ko'chaga chiqib ketadigan eshik. Bolalar o'ynash uchun детская площадка qilib qo'ysanglar ham juda ham ma'qul bo'ladi yoki mana bu yoqda televizor qo'yish uchun ham joylar qoldirilgan. Kinoteatr sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Ikkita eshigimiz, bittasi prachka uchun, kiyim yuvish uchun mo'ljallangan xona. Ikkinchi xonamiz холодный xonamiz. Bankalar bo'lsa qo'yib qo'ysanglar bo'ladi va uyimizning yuragiga kotelni joylashgan.
Uyimizni narxini 690 ming dollarga narxlaymiz. Ustida kelib ko'rsanglar, ma'qul bo'lsa, narxlari kelishiladi. Pastda nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishinglar mumkin.